Martaga necha marta aytdim shu bolaga qo'shilma deb. Ko'zi yoqmaydi buning menga. Bor ekan menga qo'shilmagan. Dadang ko'zim yoqmas ekan. Talg'irni nesigar chekyapsiz? Miyani tinchlantiradi, stressdan xoli qiladi. Mana bitta chekib bering. Jinimsan, dadangning gapi eshitib o'ylayman. To'g'ri, lekin Agar bitta cheksa hech narsa qilmaydi. bitta chekaymi? Dadang necha yosh? 70 ga kirdilar. Ha, o'z qopti. Sari sigaret chekadigan bo'lib qoldingmi? Men buni shu taginga top bo'ldim. Agar yana shu talg'irga qo'shilganini ko'rsam, tiqib olaman men buni. Tushundingmi? Talg'ir nima o'ynayapsan? Bezbet degan o'yin. Futbol komandalarga pul tikasan, yutsa normal soqqa ishlab olasan. Davay, mana o'ynayman. Qo'y, shuni o'rgatmay senga. Yana dadang orqangga cho'p tiqmasin. To'g'ri aytasan, cho'p tiqadi, lekin To'xta. Qaysi komandasisan? Real Madrid. Как раз mana bugun Real o'ynaydi. 100 ming tiksang 400 ming ishlab olasan. Serios? Puling bormi? Alo, dada. Ha. Cho'ntagingizdagi pulni olib bezbetga tikib qo'ydim. Qanday ko'rdi seni? Bosh olib chiqib ketyapman endi. Qaydasan sen? Yana talg'irga qo'shildingmi? O'zi meni hech kimga keragim yo'q, bu uyda ortiqchaman. Talg'irjon bolam, iltimos qilaman sendan. Shu o'g'limdan uzoqroq yur. Otaxon, nahot kerakmi o'g'lingiz menga, ha? Xudoga shukr o'zim bizneslarim bor. O'g'lingizdan boshqa ishim yo'qmi mana? Nima biznesing bor sana? Katta biznesim bor, narsa sotaman. Qarang otaxon, ma'lumman. Tagimga ikkita odam olaman. Bu tagimdagi yana odam oladi tagiga. Tagimiz gullab yashnasa, biznes shuncha zo'r bo'ladi. Piramidami bu? Yo'q, bu archa. Gulla yashna archa degan biznes. Dada, tagiga qo'shilaylik. Zo'r bo'lib ketamiz. Agar qo'shilaman desanglar, bittada zo'r bo'lib ketasizlar. Yana o'zingizlar bilasizlar, o'ylab ko'ring. Terbatlar. Tagiga qo'shilalik bo'yimiz deb zang qildi. Men qilmadim, dada. Kim qiladi? Talg'ir qildi-ku. Talg'irga qo'shilsang, qorasi yuqadi. Kim tagimga qo'shiladi, zo'r biznes bor.